Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Ayrim pensiya ustamalari endi shunchaki og'zaki aytilgan ma'lumot eski odat yoki hamma biladi-ku degan gap bilan hisoblanmaydi. Agar kerakli hujjat bo'lmasa, ustama puli pensiyaga qo'shilmasligi mumkin. Bu masala ayniqsa yosh katta pensiyalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, yolg'iz yashovchi, keksalar qarovchisi bor yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun juda muhim. Men buni ekspert sifatida sodda qilib tushuntirib beraman. Qaysi hujjatlar kerak, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin va eng muhimi, hozir nima qilish kerak. Avvalo kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Kech bilgan odam esa oylar davomida kam pensiya olib yurishi mumkin. Oldin ko'p holatlarda pensiya bo'yicha ayrim ustamalar mahalladagi ma'lumot, eski ish joyidan og'zaki tasdiq, qo'shnilarning guvohligi yoki pensionerning o'zi aytgan holat asosida ko'rib chiqilardi. Albatta, qonuniy tartibda har doim hujjat talab qilingan, lekin amaliyotda ba'zan bu odam yolg'iz yashaydi. Bu kishi urush qatnashchisining bevasi. Bu fuqaro nogiron farzandga qaraydi. Bu odam og'ir sharoitda ishlagan degan ma'lumotlar keyinroq to'ldiriladi. Vaqtincha hisobga olinadi yoki mas'ul xodimlar o'zlari tekshiradi degan yondashuv bo'lgan. Hozir esa tizim ancha qat'iylashdi. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Pensiya jamg'armasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari, FHDYO, bandlik organlari, soliq bazasi, mahalla ma'lumotlari, kadastr va boshqa davlat bazalari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi men shunday huquqqa egaman deyishning o'zi yetarli emas. Sizning huquqingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat bo'lishi kerak. Hujjat bo'lmasa, ustama hisoblanmasligi, vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiyaning o'zi bilan pensiyaga qo'shiladigan ustama bir xil narsa emas. Pensiya sizning ish stajingiz, ish haqi, yosh yoki nogironlik holatingiz asosida tayinlanadi. Ustama esa qo'shimcha huquq asosida beriladi. Masalan, yolg'iz pensionerga qo'shimcha yordam, nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov. Alohida toifadagi fuqarolarga imtiyoz, qarovga muhtojlik, boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar, ayrim kasb yoki xizmat davriga tegishli ustamalar bo'lishi mumkin. Mana shu ustamalar uchun hujjat aniq bo'lishi shart. Endi kimlar eng ko'p e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasida ustama bor deb hisoblaydigan, lekin qo'lida rasmiy hujjatlari to'liq bo'lmagan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, siz men yolg'iz yashayman, menga ustama chiqishi kerak deysiz. Lekin pasportingizda yoki doimiy ro'yxatda siz bilan birga farzandingiz, keliningiz yoki boshqa qarindoshingiz turibdi. Amalda ular boshqa joyda yashashi mumkin, lekin rasmiy ro'yxatda siz bilan birga bo'lsa, tizim sizni yolg'iz yashovchi deb tan olmasligi mumkin. Bunday holatda mahalladan ma'lumotnoma, yashash holatini tasdiqlovchi hujjat, zarur bo'lsa ro'yxatdan chiqarish yoki yashash joyini aniqlashtirish ishlari kerak bo'ladi. Masalan, 72 yoshli onaxon bor. U haqiqatan ham uyda yolg'iz yashaydi. O'g'li Rossiyada ishlaydi, qizi boshqa viloyatda turmushga chiqqan. Lekin o'g'li hali ham onasining uyida ro'yxatda turibdi. Onaxon pensiyaga yolg'iz yashovchi sifatida ustama olishni kutadi. Lekin elektron tekshiruvda uyda yana bir voyaga yetgan shaxs ro'yxatda turgani ko'rinadi. Natijada ustama rad etilishi mumkin. Bu yerda onaxonning aybi yo'qdek ko'rinadi. Lekin hujjat nuqtai nazaridan muammo bor. Shuning uchun men doim aytaman, haqiqiy hayotdagi holat bilan hujjatda holat bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar sizda nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik belgilangan muddati, qayta ko'rik sanasi, guruh o'zgargan yoki o'zgarmaganini tasdiqlovchi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi shart. Ba'zan fuqaro ilgari ikkinchi guruh nogironlik olgan, lekin qayta ko'rikdan o'tish muddati tugagan. U esa men baribir nogironman-ku deb yuraveradi. Ammo tizimda muddat tugagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Ayniqsa muddatli nogironlik berilgan bo'lsa, qayta ko'rikni kechiktirmaslik kerak. Uchinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki unga bog'liq qo'shimcha to'lov oladigan oilalar. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, o'qiyotgan farzand bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma,
qaramog'ida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin universitetdan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim uni o'qimayapti deb qabul qilishi mumkin. Natijada to'lov to'xtaydi. Keyin ma'lumotnoma olib borganingizda qayta tiklash mumkin bo'lsa ham, vaqt, asab va navbat ketadi. 4-toifa, og'ir. Zararli yoki alohida sharoitlarda ishlaganini aytib ustama yoki imtiyoz kutayotgan fuqarolar. Bu holatda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyining buyruqlari, lavozim nomi, ishlagan davr, ish sharoiti toifasi muhim. Masalan, odam 20 yil zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida lavozim umumiy nom bilan yozilgan. Ishchi yoki operator. Zararli sharoitda ishlaganini tasdiqlaydigan qo'shimcha hujjat bo'lmasa. Mutaxassislar uni avtomatik ravishda imtiyozli staj deb hisoblamasligi mumkin. Chunki pensiya organi taxmin bilan ish qilmaydi. Hujjatda aniq lavozim, aniq davr, aniq asos bo'lishi kerak. 5-toifa urush faxriylari. Front o'rta mehnatkashlari. Harbiy xizmat bilan bog'liq toifadagi fuqarolar yoki ularning oila a'zolari. Bu yerda guvohnoma, arxivdan tasdiq, harbiy qism ma'lumoti, tegishli idora bergan hujjat talab qilinadi. Ko'p oilalarda eski hujjatlar sandiqda saqlangan bo'ladi. Ba'zida yirtilgan, familiya xato yozilgan, tug'ilgan sana boshqacha ko'rsatilgan bo'ladi. Bunday mayda ko'ringan xatolar ham ustama tayinlashda katta muammo tug'diradi. Masalan, guvohnomada Karimov yozilgan, pasportda Karimova yoki tug'ilgan yil bir joyda 1908, boshqa joyda 1949 bo'lsa, tasdiqlash jarayoni cho'ziladi. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, nogironlik ma'lumotingiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz ro'yxati real holatga mos bo'lsa, ish stajingiz mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasida to'g'ri aks etgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin men baribir tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p muammo odam o'zini xavfsiz deb o'ylagan joydan chiqadi. Real misol bilan tushuntiraman. Bir pensioner erkak 64 yoshida pensiyaga chiqqan. U 35 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin tekshiruvda 1934 yildan 1998 yilgacha bo'lgan ish davri arxivda tasdiqlanmaydi. Mehnat daftarchasida muhr xira korxona tugatilgan, buyruq raqamlari yo'q. Natijada o'sha 4 yil to'liq stajga kiritilmasa, pensiya miqdori kamayishi yoki kutilgan ustama chiqmasligi mumkin. Agar u o'rnida arxivga murojaat qilib ma'lumotnoma olsa, muammo hal bo'ladi. Agar pensiya tayinlangandan keyin yugursa, jarayon ko'proq vaqt oladi. Yana bir misol, 80 yoshga kirgan pensioner ayrim qo'shimcha to'lovlar avtomatik beriladi deb o'ylaydi. Ba'zi yoshga bog'liq to'lovlar bazadagi tug'ilgan sana asosida avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin agar tug'ilgan sana hujjatlarda mos kelmasa yoki pasport almashtirganda ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, avtomatik hisoblashda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoshga bog'liq ustama ham baribir chiqadi deb beparvo qaraladigan masala emas. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hujjat borligi yetarli emas. Hujjatning yaroqli va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi ham kerak. Eski ma'lumotnoma, muddat o'tgan ma'lumotnoma, imzosiz yoki mursiz hujjat, noto'g'ri familiya bilan berilgan arxiv javobi, elektron bazaga kiritilmagan xulosa amalda muammo tug'diradi. Men ko'p ko'rgan holat, fuqaro qo'lida qog'oz bor deb xotirjam yuradi, lekin pensiya organi uni qabul qilmaydi. Chunki hujjatda asos ko'rsatilmagan yoki uni bergan tashkilot vakolati aniq emas. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, bog'lovchi hujjatlar kerak. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi qizlik familiyada, pasport esa yangi familiyada. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda muammo chiqadi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin pensiya hisobida bir harf ham muhim bo'lishi mumkin. O harfi, G harfi, ruscha yozuvdagi farqlar. Lotin va kirildagi tafovutlar bazada alohida shaxs sifatida chiqib qolishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, bir manzil bo'yicha ro'yxatda turish bilan amalda yashash boshqa masala. Ayrim ustamalar uchun aynan ro'yxatdagi holat hisobga olinadi. Ayrimlarda amaldagi yashash holati qo'shimcha tekshiriladi. Masalan, pensioner o'zini yolg'iz deb hisoblaydi.
lekin uyda 2 nabirasi ro'yxatda. Nabiralar chet elda yoki boshqa tumanda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda ular shu uyda turgan bo'lsa, ustama bo'yicha savol tug'iladi. Bunday vaziyatda mahallaga borib, holatni to'g'ri rasmiylashtirish zarur bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlarini yangilash kerak. 4-nozik jihat oldin olib kelganman degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Siz 5 yil oldin ma'lumotnoma topshirgan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar tizim yangilangan bo'lsa, hujjat elektron bazaga tushmagan bo'lsa yoki ish yig'majildida nusxa yaroqsiz bo'lsa, qayta so'ralishi mumkin. Bu sizning huquqingiz yo'q degani emas. Bu shunchaki hujjatni qayta tasdiqlash kerak degani. Bunday paytda jahlanib ketish, sizlar yo'qotgansizlar deb tortishish o'rniga birinchi navbatda yozma ravishda qanday hujjat yetishmayotganini so'rash kerak. 5-nozik jihat og'zaki javob bilan cheklanmaslik. Agar sizga ustama chiqmaydi deyishsa, men tavsiya qilaman. Sababini yozma yoki elektron murojaat orqali so'rang. Sababi aniq yozilsa, siz nima qilishni bilasiz. Masalan, sabab mehnat staji tasdiqlanmagan bo'lsa, arxivga borasiz. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertizaga murojaat qilasiz. Yolg'iz yashashi tasdiqlanmagan bo'lsa, mahalla va ro'yxat masalasini ko'rasiz. Sabab yozilmasa, odam bir eshikdan ikkinchi eshikka yuraveradi. 6-nozik jihat ayrim to'lovlar orqaga qayta hisoblanishi mumkin. Ayrimlari esa murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanadi. Bu juda muhim. Masalan, siz hujjatni 6 oy kech topshirdingiz. Agar qonuniy asos bo'lsa, ayrim hollarda o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda faqat murojaat qilingan kundan yoki hujjat topshirilgan kundan boshlab to'lanadi. Shuning uchun hujjatni keyin qilarman deb kechiktirish moliyaviy zarar keltiradi. Har oy 1 ming so'm ustama chiqish kerak bo'lsa, 6 oyda 900 ming so'm yo'qotish ehtimoli bor. Agar ustama 300 ming so'm bo'lsa, 6 oyda 1 million 800 ming so'm masala bo'ladi. Bu pensioner uchun kichik pul emas. 7-nozik jihat boshqa daromad, ishga joylashish yoki oila tarkibidagi o'zgarish ham ayrim ustamalarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner ishga kirsa hamma ustama to'xtaydi degani emas. Lekin ba'zi qo'shimcha ijtimoiy to'lovlarda daromad yoki bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Yoki pensionerning qaramog'idagi shaxs voyaga yetdi, talaba o'qishni tugatdi, nogironlik guruhi o'zgardi, qarovchi almashdi. Bularning har bir hujjat bilan yangilanishi kerak. Aks holda keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Men alohida ogohlantiraman, hujjatlarni soxtalashtirish, eski ma'lumotnomani o'zgartirish. Tanish orqali noto'g'ri tasdiq olish juda xavfli. Bugun bazalar solishtiriladi. Bir joyda boshqa sana, boshqa joyda boshqa ism, 3-joyda boshqa holat chiqsa, bu tekshiruvga sabab bo'ladi. Pensionerlar ko'pincha bunday ishni o'zi qilmaydi. Lekin ba'zan yordam beraman degan vositachilar pul so'rab, noto'g'ri yo'l ko'rsatadi. Men qat'iy aytaman, pensiya masalasida faqat rasmiy yo'l bilan yuring. Har qanday ariza, ma'lumotnoma va murojaatni qonuniy tartibda qiling. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni uyda bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta mehnat daftarchasi. Elektron mehnat daftarchasidan ma'lumot bo'lsa, uni ham oling. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, tegishli guvohnomalar. Familiya o'zgargan bo'lsa, albatta nikoh guvohnomasi yoki o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat. Ikkinchi qadam, o'zingiz olayotgan pensiya tarkibini aniqlang. Ko'pchilik faqat umumiy summani biladi. Masalan, men 1.900 ming so'm olaman deydi. Lekin bu summaning ichida asos pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, qo'shimcha to'lov bormi? Buni bilmaydi. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib yoki davlat xizmatlari orqali pensiya hisob-kitobi haqida ma'lumot so'rashingiz mumkin. Maqsad tortishish emas, maqsad tushunish, menga qaysi asosda qancha to'lanmoqda. 3-qadam, qaysi ustama uchun qaysi hujjat asos bo'lganini so'rang. Masalan, sizga yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha to'lov kerak bo'lsa, mening yolg'iz yashashim qaysi hujjat bilan tasdiqlanadi deb so'rang. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, muddati qachongacha deb aniqlang. Staj bo'yicha bo'lsa, qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan deb so'rang. Ana shunda muammo aniq ko'rinadi. 4-qadam.
Yetishmayotgan hujjatlarni to'plang. Agar ish staji tasdiqlanmasa, avval eski ish joyi mavjudmi? Shuni tekshiring. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arizada ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini, imkon qadar buyruq raqamlarini yozing. Agar eslay olmasangiz, taxminiy yillarni yozing, lekin yolg'on ma'lumot kiritmang. Arxiv javobi kelgach, uni pensiya jamg'armasiga taqdim eting. 5-qadam, mahalla bilan bog'liq holatlarni rasmiylashtiring. Agar siz yolg'iz yashasangiz, lekin ro'yxatda boshqalar tursa, bu masalani cho'zmasdan hal qiling. Farzandingiz boshqa joyda doimiy yashayotgan bo'lsa, uning ro'yxatini to'g'rilash kerak bo'lishi mumkin. Agar uyda amalda sizga qaraydigan odam bo'lsa, qarovchilik bilan bog'liq hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Tekshiring. Mahalladan ma'lumotnoma olganda, unda aniq mazmun bo'lishi kerak. Kim yashaydi, kim qaramog'ida qanday holat tasdiqlanmoqda. 6-qadam, tibbiy hujjatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Nogironlik muddati tugashga yaqin qolgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini kutib yurmang. Oldindan poliklinikaga murojaat qiling, kerakli tahlillar, shifokor xulosalari, yo'llanmalarni tayyorlang. Agar guruh o'zgarsa, bu pensiya va ustamaga ta'sir qilishi mumkin. Agar guruh bekor qilinsa, to'lov ham o'zgaradi. Agar og'ir holat davom etsa, hujjatlar buni aniq ko'rsatishi kerak. 7-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling va nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron murojaat yuborsangiz, skrinshot yoki tasdiq raqamini saqlang. Hujjat topshirsangiz, qaysi hujjatni qachon berganingizni yozib qo'ying. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Masalan, 15 mart kuni pensiya jamg'armasiga arxiv ma'lumotnomasi topshirildi. Qabul qilgan xodim falonchi deb yozib qo'ysangiz, keyin izlash oson bo'ladi. 8-qadam. Pensiya miqdori birdan kamayib qolsa yoki ustama chiqmasa, bir oy kutay, keyingi oy ko'raman. Oy ko'raman deb yurish noto'g'ri. Chunki vaqt o'tgan sari hujjat topish, qayta hisob-kitob qilish, e'tiroz bildirish qiyinlashadi. Siz xotirjam, lekin qat'iy bo'ling. Menga tushuntirib bering, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma asosida hisoblanmadi deb so'rang. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda murojaat qiling. Lekin avval hududiy bo'limdan yozma javob oling. Yozma javobsiz yuqoriga murojaat qilsangiz, ko'pincha masala yana pastki bo'limga qaytariladi. Sizda esa aniq rad javobi yoki tushuntirish bo'lsa, keyingi bosqichda dalil bo'ladi. 10-qadam. Oilangizdagi yoshroq odamlardan yordam so'rang. Pensionerlar ko'pincha navbatda turishga, hujjat izlashga qiynaladi. Farzandlar, nabiralar, qarindoshlar bu masalada yordam berishi kerak. Lekin hujjatlarni begona vositachilarga berib yubormang. Pasport nusxasi, pensiya daftarchasi, bank kartasi, SMS kodlar hech qachon begona odam qo'liga tushmasin. Pensiya masalasida firibgarlar ham ko'paygan. Ustamangizni chiqarib beraman, kartangizni bering desa, darhol ehtiyot bo'ling. Men sizga oddiy tekshiruv ro'yxatini aytaman. 1-dan, pasportdagi ma'lumotlar barcha hujjatlar bilan mosmi? 2-dan, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat bormi? 3-dan, mehnat stajining barcha yillari tasdiqlanganmi? 4-dan, nogironlik yoki tibbiy xulosa muddati tugamaganmi? 5-dan, yashash joyi ro'yxati real holatga mosmi? 6-dan, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar yangimi? 7-dan, pensiya tarkibidagi ustamalar nimaga asoslanganini bilasizmi? Mana shu savollarga javob topsangiz, muammoning yarmini oldindan bartaraf qilasiz. Yana bir muhim maslahat, hujjatlarning asl nusxasini alohida papkada saqlang, nusxalarini esa ishlatish uchun tayyorlab qo'ying. Har bir hujjatdan kamida 2-3 nusxa qiling. Telefoningizda yoki farzandingiz telefonida suratga olib qo'ying, lekin asl hujjatni yo'qotmang. Arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, foydali guvohnomalari, sud qarorlari, ish staji haqidagi hujjatlar qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu vaqt oladi. Pensioner uchun vaqt va sog'lik eng qimmat narsa. Agar siz qishloqda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval telefon orqali yoki mahalla orqali qaysi hujjat kerakligini aniqlab oling. Har safar bitta qog'oz yetishmay, qaytib kelish juda charchatadi. Agar davlat xizmatlari markazi yaqin bo'lsa, u yerdan ham ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin odamingiz yordam bersin. Lekin ishonchnoma talab qilinadigan holatlarda qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring.
Bugungi asosiy gapim shuki, pensiya ustamasi huquq bo'lsa ham, u hujjatsiz hisoblanmaydi. Og'zaki gap eski odat, qo'shnining guvohligi yoki hamma biladi degan tushuncha yetarli emas. Hujjat aniq, yaroqli, ba'zidagi ma'lumotlarga mos va vaqtda topshirilgan bo'lishi kerak. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kimda hujjat chalkash bo'lsa, hozirdan harakat qilsa, o'z pulini saqlab qoladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Yetishmayotgan ma'lumotlarni aniqlang. Kerak bo'lsa, mahalla, arxiv, tibbiy ekspertiza yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bir oy kechikish ham pul yo'qotish. Ortiqcha asab va navbat degani bo'lishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Ustama chiqmagan, hujjat so'rashgan yoki pensiya qayta hisoblanganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshlaringizga albatta yuboring. Bitta vaqtida yuborilgan video kimningdir pensiya ustamasini saqlab qolishi mumkin.